40 son. Birodarlar, Amerikada musulmonlar va masjidlar soni va musulmonlarning sharoiti bilan qiziqganlar bor va bu kadar Eshitamiz. Halol O'zbekiston fuqarolari, assalomu alaykum. Hayitlar muborak bo'lsin. Shavkat Miromonovich, yaxshilab eshitib oling va miyangizga quyib oling. Mana Amerikada bemalol emin erkin namoz o'qishyapti. Bizga o'xshab 80 marta tekshirib avtomatni kutib olish, xalqni qo'rqitish, shunga o'xshagan holatlar bo'lyapti. Hattoki mana taravih namozlariga bolalarni va yetgan bolalarni kirishmadi. Jumaga qo'yishmadi. Hayit namozini ham nasam xuddi urush bo'lgandek, bo'lib qoladigandek xavotirda namoz o'qidik. Masalan, men tepamda dronlar, atrofimizda militsiyalar, avtomatlar. Shavkat Miromonovich, nima bizda urush boshlanadimi? Nima deganingiz bu? Urush bo'lish arafasidami bu? Nega unaqa hamma yoq militsiyalar, branjetlar, qayta tekshiruvlar, qayta nega boshqa davlatda unaqa emas? Boshqa davlat u yer sharida emasmi? Koinotdami? Bu yer sharida shekilli Amerika ham. Nega bizning davlat hamma qo'rqinchli qilib unaqa qilasizlar? Jumada ham, hayit namozida, kelmasa o'sha nima paytda, tarovih vaqtida qachongacha bu davom etadi? Musulmonlarga ozgina erkinlik bering. Erkinlik bering. Mana Amerikada mana necha marta ko'ryapman, namoz o'qish iftorliklarni, tarovihlarni ko'ryapman. Men mana emin erkin o'tirishibdi. Hech qanday tekshiruvlar, boshqalar yo'q. Nega endi bizda shu narsa bor? Nega? Nega degan savol. So'roq va yana so'roq. Shavkat Miromonovich. Shu savol nima aqlingiz yetadimi? Javob bera olasizmi? Nega Amerika va boshqa shunga o'xshash davlatlarda avtomatda tekshiruvlar nimalar yo'q? Men javobim o'zingizni siyosatingizdan qo'rqib, ya'ni nima desam ekan? Allohdan qo'rqmaydigan qo'yga xatti-harakatinglardan o'ylab xulosa chiqaryapsizlar menimcha. Agar Allohdan qo'rqib yashaganinglarda bunaqa darajada tekshiruv boshqa ish qilmasdinglar. Allohga qo'yib qo'yardinglar. Ogohlantirish qilardinglar, baribir Allohga qo'yib qo'yardinglar-da. Alloh asrasin. Alloh himoyasida bo'lamiz deyish o'rniga qo'pol qilib aytganda Xudoning da'vat qilishga boryapsizlar. Bizlar bo'lsak xalq tinch bo'ladi, bizlar bo'lsak xalq emin erkin yashaydi, bizlar bo'lmasak hamma dabdala chiqadi. Har bir inson peshonasi yozgani qayerda qoldi? Shavkat Miromonovich, taqdir qayerda qoldi? Peshon yozilgani. O'sha bo'ladi emasmi axir? Shavkat Miromonovich. Shuning uchun xalqni qo'rqitishni to'xtating. Qiynashni, keyin nima desam ekan? Tuhmat bilan qamab o'ldirishni to'xtating, Shavkat Miromonovich. U dunyoningiz kuyib ketadi. Qo'ying, erkinlik bering xalqqa. Mana eshitamiz. O'zbekiston aholisi ko'ramiz. Mana Amerikada qanaqa hayot bo'lganini musulmonlarga. Politsiyalar qanaqa o'tirganini ko'ringlar. sizlar uchun
Ko'rishlaringiz mumkin, New Yorkda, ya'ni Times Square'da musulmonlar jamlanib taroveh namozini o'qishyapti va hech kim ularga halal bermaydi. Mana. Bu yerda esa bir birodarimiz shunchaki bir randomni odam bilan salomlashib qarasa, u ham musulmon. What's your name, man? Muhammad. Assalamu alaikum, Muhammad. How are you, my brother? You Muslim? Mashallah, mashallah. No, I'm Muslim. Bu kadrda esa Amerika politsiyasi iftordan oldin hamma musulmonlarga suv va axlat tarqatishyapti. Statistika bo'yicha New Yorkning o'zida tarqatmasa ovqat. masjid bor ekan. Erkaklarga esa radarlar olib tashlasin. Masjidlardan Pensilvaniyada ham juda ko'p, ya'ni Pensilvaniya va Sog'lom New Yorkda limit manimcha tashlasin, eng ko'p limitni. musulmonlar yashaydigan joy Amerika O'zbek bo'yicha byudjeti yo'q qilinglar. migratsiya soni ham juda yuqori. Bu kadrlarda esa Amerikaning musulmon politsiyalari maza qilib chiroyli davrada iftorlik qilishyapti. Xulosa shuki, birodarlar, musulmonlar o'zini juda yaxshi his qilishadi Amerikada. Amerikada din erkinligi bor. Hamma farzlarini ado qilishga hech kim musulmonlarga xalaqit bermaydi. Alhamdulillah, yildan-yilda Amerikaga juda musulmonlar soni keskin oshib boryapti. Birodarlar,